أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سورة الغاشية مكية وآياتها 26 Sabaqdaşlar bugün okumakçı olan dersimiz Gâşiye suresi. Bu şu Mekki tevelikideki sure bulup 26 ayet. Yani bunun karakterini yeni kaideden desek ilgili derslerimizge okşaşlar. Yani şu kıyametning ahvali, kıyametning korkuncusu, kıyamette kupparlar uçuraydigan qiyinchilik, mashaqqatlar, mu'minlar uçuraydigan baxt, saadetler muşu mazmun. Yani birisi Allah subhanahu ve ta'ala'nın birligiga, büyük kudretiga, delillerini tüge, tağ, etrafdaki asman, keng ketken ziminga qarashqa, tafakkur qilish, chaqirish orqali bularni ifodalash, shuni bilan ergashtirib oxirisida bütün kishilarni Allah subhanahu ve ta'ala'nın hesap cezası uçraydiganligini esiltish bilan sura oxirlashdi. Surada asosliqi mushu mazmun so'zlanadi. Abdur bu mazmunlarni bayna yaday sura degan tema ostida bayon qildi. Qani o'qib o'taylik. Suratul Gâşiye Mekkiye ve qad tanawalat mawdu'ayn asasiyayn ve huma Gâşiye surasi Mekkiye bo'lib, asosiy ikki temani o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, birisi qiyomat va qiyomatning ahvol va qo'rqinchlari ve şu kıyametteki kafir uçuraydigan qiyinchilik ve balalar ve mümin şu kıyamet uçuraydigan saadet ve paravallık qatarlıq ahvallar bu suredeki tilg'alangan asosiy bir tema. İkinci tema el-adillatu vel-barahin ala vahdaniyati rabbil alamin ve kudretihi'l bahira fi khalqil ibilil acibe ve's-sema'il badi'a ve'l-cibalil murtafi'a ve'l-ardil mumtaddal wasi'a. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın Rabbul Alemin bo'lgan Allah subhanahu ve ta'ala'nın ajoyib tug'in yaratishdiki, badi osmon, igiz tog'lar, keng suzilgan, keng ketgan zamin yaratishdiki buyuk qudrati va birligiga bo'lgan dalil paketlar. Bularning hammasi Allah subhanahu ve ta'ala'nın birligiga bo'lgan paket va sultan hukmronligining buyukligiga bo'lgan dalil paketlar. Sure Kerime kişilerini umumyüzlük halatda hesap ceza için Allah subhanahu ve ta'ala'ga qaytishni esiltish bilan oxirlashadigan sure. Mushu endi bu suredeki asosiy mazmun. Biz tafsirini başlashdan ilgari Abdurning akagida bo'yicha lug'atini mushu oyatlardagi so'zliklardan bir qurib o'taylik. Birinchisi al-Gâşiye. Hal ataka hadisul Gâşiye degan oyatdagi Gâşiye iborati. Yani Gâşiye degan ma'runda qiyomat maqsad qilinadiki, asli ma'nosi go'guj degan ma'noda kishilarning qo'rqinchidan asli g'asha bunda bir odamni bir et ketgan degan ma'noda. Masalan, bir qiyinchilik yuz bersa, kallamga shu qiyinchilik kirib bo'lsa, ko'zimga hech nima ko'rolmaydi mening. Deyilgan gaplar quloqimga kirmaydi, ko'zim bir narsani ko'rmaydi. Mening kallamga shu qiyomat dal insonni mushohadat qo'ydi. O qiyomat bo'ldi, hamma narsani unutdi. İnsanın bütün ahvalini qiyomat egallab ketadi. Bunun ismi, bunun ma'nosi Gâşiye. İkincisi Xaşi'a, xar, bo'ysungan degan ma'noda, nasiba nasbidan chiqqan charchash degan ma'nodan charchatquchi, qiyin degan ma'noda, dari'a do'zaxdagi ma'lum bir narsa, ya'ni tikanga o'xshash o'z achchiq, sisiq munda bir narsaning ismi edi. Do'zaxdagi kupparlarga beriladigan yemeklikga shular azoblangan azobning bir turi yemeklik shaklida. Naima degani yumshoq degan ma'noda, ya'ni go'zallik egisi bo'lgan, hasanmi go'zal, nizatu husndagi husnimi go'zal, bahja, nazara hammasi go'zal, chiroyli, uz degan ma'noda keladi. Shu go'zal degan ma'noda. Namariq degani vasait va marafiq, bunda yastoq va uylanchuk bo'lib, shu yulinib o'tirgan, yuttaka'u alayha yulinib o'tiriladigan bu namiraninki ko'pligi, namraqaning ko'pligi. Zohir ibn Abi Salma davotida kuhulan va shubbanan hisanan wujuhuhum. Mayli o'tir yosh olsun, yoshlar olsun, hammasining yuzlari chiroyli. Bular hammasi chiroyli tizilgan yostiq va yulanchuklarga yulinib o'tirgan deb menda bir shaklda ifodalangan bir she'r bor. Va zarabiyu mabsusadagi zarabi
bu gilem fahir eder ifadelaptı, yani nayet heşemetlik, güzel adatımız normalde tilimizde godanda işletimiz emez mi? Mağıhtayca muşakil şekilde ifadeni görüstüdü. Yani zerbiyenin köplüke. İmam Ferrada adıdı zarabi degine tanafis, yani gilem bulup leha hamlun rakik, yumuşak mamuk peyli olan gilemde kattık yumuşak demek rahat. Mebsusa degene sorullada tarqıtılgan, uyab kuyulgan, taşlangan degen manada. İyabahum rucuuhum degen manada. Tamam, endi tefsir keleyli. Hal ataka hadithul ghashiya. Yani siz kıyamet to'g'riliq nimalarni bilasiz? Kıyamet to'g'riliq qanday xabarlar keldi sizga? Qiyomatning ahvolini bilimsiz siz degan shaklda qiyomatning masalasini bizga hajmining zo'r, külümünün zor, adetki anlap qo'yiblam o'tib ketadigan narsa emas ekanligini eslatib o'tdi. Bu yerdagi istifhom mushu xabarni anglitishga, mushu xabarga quloq solishga ishtiyoq chekkizish uchun, ya'ni boshqalarni askartish, masalan, yo'g'intish, buning ahvolini yo'g'intish yuzidan. Ya'ni Muhammad sizga kishilarning hammani bir ap ketadigan, ularning o'zining qattiqlik bilan o'ziga oladigan, qo'rqinchdan o'ziga oladigan buyuk ishdan xabar keldimi Muhammad, u o'smi qiyomat deydi. Mufassirlar da'vatida g'ashiya deb ataldi, chunki u butun kishilarning qo'rqinchisi qattiqlik bilan yo'gaydi va ularni shuningdek makarih buyuk kavarislar bilan ularni bir oladi o'ziga. Shuning uchun buning ismi g'ashiya. Vujuhu yawma idin khashiya. Ya'ni shu kunda bir yuzlar borki, nayt xor, nayt qo'rqqan, xarogan degan ma'noda. Amilatun nasiba, ya'ni to'xtamay ishlaydigan, ya'ni daibatul amal degan uzluksiz ishlaydigan, fiha yut'ibuha va yashqiha finnar. Uni qattiq charchadigan, do'zaxni qattiq jafoga soladigan mundaq bir holatda u yuzlar. Mufassirlar da'vatida mana bu oyat kuparlar haqida bular charchaydi, mushaqqat tortadi, zanjirlarni, kishilarni so'rash sabablik va ularningki do'zaxga cho'ksa xuddi tugilab patqoqqa cho'kib qolgandek, do'zaxning do'ngliklarida ozgonlarga tushib chiqish orqali qattiq charchaydi ular deydi. Endi bir oyatda mushu mazmunga munosiblik, mushunga o'xshaydigan mazmunlar tilganki, idil aghlal fi anaqihim was-salail yashabuna fil hamim thumma fin nar yusjarun. Do'zaxdagi azob oqibatlari bu oyatda ular zanjir kishilarni so'rab, do'zaxda qizdirilib, do'zax kuydilar degan mazmundagi oyat, endi bir oyatning o'xshash mazmunlar yani. Yani bu ularning dunyodagi Allohga ibodat qilishni mutakabbirlik qilganligining jazosi, lazzat shahvatlarga cho'kib ketganligining jazosi, tasla naran hamiya. Yani bu yuzlar qiziq o'tqiq deydi. Yani tadkhulu naran, bular harorati qiziq qo'ygan, qizdilgan o'tqiq kiradi. Ibn Abbos davotida o't qizdirilishining sababi kimga qiziqtirildi desa, fahiyata talazza ala a'da'il. Allohning dushmanligi qizdirildi bu o'tlar. Tasqa min aynin aniya. Yani bular harorati chekiga yetgan buloqdan sug'urildi bular. Yani buning harorati qaynishi yuqori darajaga, nihoyat darajasiga yetgan. Laysa lahum ta'amun illa min dari. Yani do'zax ahlininki dariqdan boshqa tamoq yo'q. Bu bir azobning bir turi. Buning tamoqda ifodalashi bularga nisbatan bir masxiya. Yani bu buloq birilgan azob. Dariq degani tikanlik bir o'simlik bo'lib, Qurayshlar buni shabraq deb ataydi. Bu eng nejis, eng vahshiy yemek hisoblanadi. Bu o'ldiruvchi qotil amaliyotda. Qatada davotida bu tamoqning eng yomoni, eng echinishli, eng paskinisi davotida. Abxas degani paskinisi. Allah subhanahu va taolo bu yerda ularning dariq tamoqini tilga oldi. Laysa lahum ta'amun illa min dariq deb. Surah haqida va la ta'amun illa fi min ghislin deb ghislin dedi. Miyada dariq dedi, ya da ghislin dedi, zıtlık yok. Ve la tanafiye beynehuma. Yani zıtlık yok. Çünkü azap türlük, azaplanıcılar türlük. Ulanın içinden tamaqı zakkum bulduk Allah ve ulanın içinden tamaqı dariq bulduk Allah ve ulanın içinden tamaqı ghislin bulduk Allah ve mana muşun oxşar azap yetenavva. Her xil buludu. La yuthminu ve la yughni min ju'. Endi o tamaq ularni sametmeydi, açlıktan berat qilmaydigini hech kimga foyda qilmaydi o tamaq. Yani ne bedendeki kuvvet yaksimizlikni payda vermeydi, ne açarçılıkni yegücüden defi qilmaydi. Bu savdoda bu tamaqning xarakteri, asli tamaqning xarakteri samatish, to'ydirishku dunyoning tamaqlarining ahvoli shu. Buning xarakteri undan. Laysa min shay'in, bu tamaqning xarakteri, bu tamaqning aloyitligi samatilik to'ydirish emas. Xuddi dunyoning tamaqlarining ahvoli bo'lgandek. Rivoyat qilindi, ularga açarçılık
birlidu yusallat degene ular qattiq ocharchilik olib ketadi. Shu darajadaki bu ocharchilik bularni dari degan shu azobli tamoqni yeyishga majbur qiladi. Buni yesa bular ussuzlik musallat qilinadi. Bu ussuzlik bularni hamim qaynatilgan qon yiringlarni ichishga majbur qiladi. Ularning yuzlari kuydi, ushaylari poch-poch bo'lib ketadi. Bu azobdan bir turi. Demak, ularning davzaqtiki tug'unimi azob, o'tdag'inimi azob, yotqinimi azob, mang'inimi azob, yeginimi azob, ichkinimi azob, undan keyingisimi azob. Azob fawqal azob ya'ni. Va suqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum deb yana bir oyatdami bularning qaynoq suv, qaynoq yiring jarohatlardan oqqan bir suyuqliqlar bilan so'rilganligi bularning uchaylarning par olib ketganligi tilg'ilindi boshqa oyatlarda. Endi Alloh subhanahu va taolo dozaq ahli bo'lgan ashqiyonning ahvolini tilg'iladi. Buningga jannat ahli bo'lgan suada baxtli kishilarning ahvolini agashtirib keltirdi. Bularning gapini wujuhu yawma idhin na'ima. Ya'ni qiyomat kunisi mu'minlarning yuzi na'ima bo'ladi. Zoti bahja, go'zallik, go'zal bo'lgan. Bahjami go'zallik, husnimi go'zallik, zoti bahja va husnligini go'zal va nurliq, pok, ishroq, nazar ishkilsi nurliq degan ma'noda nurliq yuzlar va yana bir oyatda shuni tasvirlab ta'rifu fi wujuhihim nadratun na'im, ne'matning nuri deb bunda ifodalaydi. Bir xil odatda biz normalda bir odamning xushalligini, baxt o'chiraydilam chiqib turadi degandek bir ifodalaymiz. Shu xil shakldagi ifoda. Bular lisa'iha radiya. O'zining qilgan amallari, dunyoda qilgan amallari, Alloh uchun qilgan toatlariga radiya mutma'inna, rozi deydi. Chunki bu amal ularga darul muttaqin bo'lgan firdavsni qoldirgan. Awrasatha degan. Fi jannatin aliya. Ya'ni buyuk jannatda, bog'larda, meyli urun jihat olsun, martaba jihat olsun, üstün bog'larda bo'ladi. Bular o'zlarining uylarida fil g'urafat aminun, amin holati turadi. La tasma'u fiha laghiya. Ya'ni bular jannatda bihud gap, na tillash, na yomon gapni anglamaydi. Bular Ibn Abbos aytadi, na aziyat, na quruq gapni anglamaydi. Fiha aynun jariya. Bu jannatlarda iqtug'an jariya bo'lgan buloqlar bo'ladi. Ya'ni salsabil sular bilan, ya'ni shirin ichimliklar bilan iqib turgan buloqlar bo'ladi. Bu menga uzilmaydi. Allohimiz mahsharida aytadi, fiha aynundaki tanmin köprükni ifodalaydi. Ya'ni suylari iqib turgan nurg'un buloqlar bo'ladi. Fiha sururun marfu. Jannatlarda egiz karvatlar bor. Bu karvatlar marvoyit va yoqutlar bilan bezalgan, mukallalalgan, tajlangan, bezalgan. Bu karvatlarda isil hur illava. Allah irada qilsa fayda arada, yani o kishi shu karvatni shunda chiqmoqchilik maqsad qilsa, Allah shu ikiz karvatlarning ustiga o'ltirishni ega qiladi, u karvat uni pastlaydi. Va akwabun mawdu'a. Nurg'un buloqlarning atrofida ularning ichishi uchun hozirlangan qo'yilgan qadahlar bo'ladi-ki, uni ichish uchun, yani uni to'ldiradigan kishiga ehtiyojli emas. La tahtaj ila ma yamla'uha. Wa namariq masfufa. Ya'ni yostiqlar borki, yulanchiqlar borki, uning ba'siga, yani o'zaro sapga tizilib qo'yilgan yulinishin. Va zarabiyyu mabthusa. Yani buningda nihoyat hashamatli gilamlar bor bu jannatlarda. Laha bu gilamlarninki yumshoq mamuq paylar bo'ladi. Jannatning taraflarida mabsusa tarqitib hammaga qo'yilgan. Andan Alloh subhanahu va taolo o'zining qudrati birligining dalil paketlarini tilg'ilib, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ina mal kishilar tafakkur, ibrat nazaridan qarab boqmamdi tugiga. Alloh uni ajoyib qaltis yaratqusining qudratiga dalolat qiladigan shaklda qanday yaratdi qaramamdi. Bu haqda bu kitobning hajmiga munosib shaklda deb ortiq tilga olmoqliq. Faqat endi fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat va ila as-samai kayfa rufi'at va ila al-jibali kayfa degandek oyatlarni tilga olgan vaqtda tafsirda kelib, arablar o'z vaqtida saraliq bo'lg'achqa, ko'pincha jangal yashag'achqa, arablarning yashadigan narsa shu tuga chiqsa zaminni ko'radi, osmon qarasa osmonni ko'radi, atrofga qarasa tog'ni ko'radi. Shunga Allah to'rt narsani tilga qilib, bularga dalilsiz o'tirib qo'ygan deydi. Amaliyotda bularni ayirib o'tirib qo'yishning bir hikmati cho'qim bo'lishi kerak. Bir qism tafsirlarda, ilmiy tafsirlarda tugilardagi ajoyib boshqa hayvonlarda bo'lmagan iqtidorlar, tog'larningki xususiyatlari, zaminning yeyilishini, zaminning asli yumaloqligi, ammo yumaloq bo'lsa-mu insonning yashashida bu yeyilgan tub-tuz bir holatda yaratilganligi, asli yumaloq
Yumulaq narsaning ustida normal yashab olmaslik kerak, ammo zaminning hamma taraflarida normal yashab oladigan bir xil mabsut şekilde bizga tuyg'u berishlar qatorliq bu ahvollarni tafsili bayon qilingan tafsirlar bor. Buning da sizlarga tavsiya qilganimiz shu Tafsirul Mavdu'i Lisvarul Qur'onul Karimda 9 tom atrofida bir tafsir bo'lgan yaqinda chiqdi. Shu tafsirga qarasanglar bo'ladi, unda boshqa tafsirlar bor. Ammo kitobning biz o'qiyotgan bu tafsirning hajmiga yarasha biz bundan keng qilib bo'lmaymiz. Abturshlardan deb qo'ygan ortiq gap yo'q. Tafsirda keldi oyatda shularning yaratilishi haqida o'ylanishga qiziqtirish bor. Chunki lima fiha degan shularda uning kuchliligida bo'lsin, Aşını olan turib her acizga boysunuşu bolsun, ussuzluqqa chidishi bolsun, onundaki nurg'un menfaatlar, mesela minish, onun üstü yük atış, göçlerini yiyiş, sütlerini içi ondan başkadan ibaret nurg'un menfaat, ajoyibatli bu açqa şunu tügünün yaratılışıga, tefekkür qilishga qiziq turgan deydi. Ve ila semai kayfa rufiyat, yani puxta, bedi bo'lgan osmonga qaramamdula, Allah onun binasini qandaq negiz kütadi, onun törgini qandaq negiz kütadi, törüksiz amet wala daim ishkilasi törüksiz degan ma'noda. Ve ila jibali kayfa nusibat, yani giganı tağlağa qaramamdı, ular zaminda mustahkam, tevrimaydigan şekilde qandaq olup tiklendi. Ve ilal ardi kayfa sutihat, zimin, yaşayotgan zimin üstüge qaramamdı, ular qandaq olup yeyip bu hazırlandı. Neticede bu kişiler üstüde olduraqlaşalaydigan, türlü ziraatlantiryalaydigan şekilde kengri halatga keldi. Sarat, sashia, wasi'a degan kengri halatga keldi. Alusi davatudu bu zitkemes. Yani bu zimin yumulaq, yoki yumulaqqa yaqin degan bir gapga zid emas. Nishqa ziminning buyuk bo'lganligi, limekan azmi zimin favqulodda cho'ng bo'lganligi uchun davotadi. Demak, bu yerda bir mo'jiza, yani zimin yumulaqqa qiynaq. Ammo ziminning ustidan normalda imoratlarni silib, shaharlarni qurib, katta bir madaniyatlarni yaratqilildi. Necha ming mo'lab, necha gektarlab yerlarni terg'ilildi. Yer sharining yumaloq aylanib turadiganligi bilan turib, bu ahvollarning hech qaysi buzilmaydi. Bizga nisbatan tuz holatda bir xil hazırlangan yumaloq bo'lsin-mi? Buning o'zi bir mo'jiza amaliyotda. Buning o'zi bir mo'jiza. Dal mushu narsalarni tilg'ilishga maxsus tilg'ilishdagi hikmat fi taxsis hadhihi al-ashya biz-zikr degan mush narsalarni maxsus tilg'ilishdagi hikmat shuki Qur'on arablarga tushgan. Ular jilg'larda, saralarda kishilardan yolg'iz ola safar qiladi. Inson shunda shahardan yiroqlashsa, tafakkur qo'yizdinudu. Avvalu ma yaqa'u basaruhu, uning ko'zi tushadigan tunji narsa tugisiz, minotgan tugiga tushadi. Ajoyib bir manzurani ko'radi. Agar shunda qarasa ustiga osmondan boshqasini ko'rmaydi. O'ng sol tarafiga qarasa taqdim boshqasini ko'rmaydi. Ostiga qarasa zamindan boshqasini ko'rmaydi. Shunlashqa Alloh ma'nosini tilg'agan deb manda sababni bayon qilganlar bor. Ibn Kasir davatudu Allah subhanahu va taala badaviyin odatdagi saraliq arablarni o'zi ko'rayotgan, o'zi minayotgan tugidan iborat, ustidagi osmondan iborat, uduldagi taqdan iborat, ostidagi zamindan iborat narsalar bilan Xaliqning osh narsalarni yaratquchi, yasug'uvchining qudratiga dalil keltirishga eskartadi. Mush narsalarni dalilni izlasan davotudi deydi. U o'simi dal Robbul Azim, Xaliqul Malikul Mutasarrif ki undan boshqasi ibodatga loyiq qolmagan. Allah subhanahu va taala tavhidning dalillarini tilga elevedi ve bular bilan kuffarlar ibrat ammavedi. O'zing payg'ambar Muhammad alayhisolamning ularga vaziyat qilish aslatishga buyurdi deyki, "Fazakkir innama anta muzakkir." Ey Muhammad, ularga vaziyat qil, ularni qo'rqitsan. Ularning qaramaslikqa, tafakkur qilmaslikqa sana la yahummannak degani sana hech qisi yo'q. U sana muhim emas, u sana muhim emas. Seni o g'amni samson, boshqacha o'yg'usamson, sening chatoqing olmasin bilan. Fakat lamsan vaziyat qilish yetakligisi vazifani ado qil. Ularning uni gapini anglandi. O masala emas sana nisbatan. Lasta alayhim bimusaytir. Yani sen ularga musallat qilinganini, uning ustundagi hamma ishni kontrol qiladigan odam emassan. Va la qahir lahum. Ularga besim ishlatkicha emassan. Ularning iymonga majburligidek illa man tawalla va kafar. Lekin vaziyat
tezkireden yüz örgen adam ve Allah Alil Kadir boğan Allah'ı kaproğa adam gikesek feyuazzibuhullahu lazabel ekber. Allahu ne azabı daim boğan cehennem oturan azaplaydı. İmam Kurtubi de ekber düşün sayıdı çünkü ula dünyada açarçılık, qahatçılık, öldürüş, esirlenmiş azaplangan bolsa ahirette azap mı var? Ma azap bir xil azap ançoň olur. Ma azap ismetmek çazır. İnne ileyna iyabahum. Ulanın qayçı biz tarafgerigini. Yani ulanın ölgendigi qayçı yalğız biz tarafga. O sen işini qiliver. Sen vazifani ado qiliver. Qolgan masalani biz hal qilamiz da'vatudum. Summa inna aleyna hisabahum. Ondan keyin yana ulanın hesabı mükafat cezası bizning ustimizga. Şoňa sen üstüngü düşken vazifani ado qiliver. Qağınni Allah özü bir taraf qılıdı. Bu emniyetli davetlen şoğulunuyatqan, kişilerin yaxşılık yeteklen şoğulunuyatqan din, her bir din ügetküçünün bilip elişlik bir noktası. Biz nasihat qılımız, birawlarni toğru yolga başlayımız dep küçeyimiz, mağmağını da ya üzümüz fevkul adda ümitsizlenip bir xil ruhimiz tuş ahvali buludu. Yoki qarshi tarafga bir xil g'azablanish, hadidin, ona nisbatan açıqlanish, xuddi o'yma etmesi bizga ziyon bo'lganday bir holatga kelib qolamiz. Dal mushu xil oyatlar bizga tasalli olsunki, bizning vazifamiz u qadar. Uning iymon etmaslik bizga qilchilik ziyon kelmaydi. Bizning vazifamiz faqat uni yetaklash, yaxshi so'zlash, yaxshi gaplarni qilish, tushuntirish. Biz shunday qildik, yetti bizning vazifamiz tugagan bo'ladi. Qolganining hisobini Alloh oladi. Madam biz özümüzün davetide, özümüzün terbiye, ta'lim terbiyelerimizde ihlasmen bolsak, qağını Allah'a. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.